Mana tugabzani. Assalomu alaykum. Hurmatli Mana bugun stadionga keldik. Maktabdan keyin mana dars tugadi. Shanba kuni. Bugun futbol o'ynaymiz deb keldik. Mana qaravul qo'ymadi. Zapqosay. Direktor qo'ymayapti. Qaysi qonunda yozilgan o'smirlar o'ynamaydi degan joyi qayerda bor? Mahalla bachalari qayerga o'ynaydi? Sallimda. Bitta stadion kerak-ku, bizlar nima qilamiz? Sportni ana o'qigan-ku, hamma sportni o'ynanglar deyapti hozir. Prezidentimiz ham aytibdi, sportni ana o'ynash kerak futbol. Nima qilish kerak bizlarga stadion? Mana Qaravul bobo bachalarni bugun qo'ymadingiz. Maktabdan keyin maktabga bachalar yo'qmi bugun? bachalarni qo'ymaganim rost. Yo'q, bugun maktab mana setka akrajdeniyga setka olganmiz. Setka yo'qa. Talabga javob bermaydi. O'smirlar o'ynaganda katta udarga setka tetilib ketyapti. Shuning uchun maktab ma'muriyati, qaravul, zapqo'z, direktor, zam direktor hammasi mana bir bo'lim bachalarni qo'ymadik. Bu aniq fakt. Bo'ldi. Maktabga bachalar yo'qmi hozir aka bugunga? Yo'q, bachalar ketdi. Birinchisi. U bachalarni ham o'ylagan bu. Mana bachalar mana shu yoqqa boshqa qishloqdan bachalar kelib ketdi. Mana. Avvalambor assalomu alaykum. Hurmatli yurtdoshimiz muhtaram Shavkat Miromonovich Mirziyoyev. Bizda men o'zim maktabda kadrlar bo'yicha menejer bo'lib ishlayman. Xodim, maktab xodimiman. Bugun 13-fevral 2024-yil 14-fevral shanba kuni soat 3 dan keyin keldik. Mana bachalar qo'shni qishloqdan G'o'ratumay yig'ini Begala qishloqdan bachalar kelgan ekan. Bugun musobaqa o'tkazamiz degan o'zimizda o'zaro bellashuv bor edi. Maktab ma'muriyati bilan Toshqulov Bahodir qarovulimiz Husniddin Sherqulov bizni qo'ymayapti. Biz nima qilishimiz kerak? Biz sportni rivojlantir deyapti. Bu qanday sport rivojlanadi? Agar mumkin bo'lmasa izoh qoldiring. Haqiqatan ham bizni qo'ymadi bugun 14-fevral darsdan keyin keldik qo'ymadi. Ovoz gapzanit, qisqa gapzanit. Assalomu alaykum hurmatli yurtboshimiz. Mana bugun shanba kuni abitdan keyin maktab o'quvchilari yo'q. Faktiski o'smirlar boshqa qishloqdan o'smir bachalar kelmaydi musobaqaga. Maktab ma'muriyatlari bizni stadiondan quvib chiqardi. Qo'ymayapti. Biz qayerda o'ynashimiz kerak? Sport bilan shug'ullanish kerak o'smirlar. Ha, shu gap bizlarni qo'ymayapti. Shu gap chinmi? Mana shuncha. Mana.